Bugun qayerdasan? Quyosh botayotgan payt eshik oldida uzoq kutardim. Oyoqlarimda hali ham tuflim bilan yana bir bor ovozingni eshitishga umid qilib, onam doim u qaytadi derdi. Lekin sen haqingda gapirganda uning ovozi ham titrardi. Yillar o'tdi va sening yo'qliging yuragimdagi jim og'riqqa aylandi. Boshqa bolalar otalarining bag'riga yugurardi, ular birga kulardi, qo'l ushlashib yurardi. Men ham odamlar oldida kulardim, lekin ichimda sekin yig'lardim. Dada, sen mening ismimni unutdingmi? Sen bilan onam orasida nima bo'lganini bilishni ham xohlamayman. Lekin aytchi, qanday muammo otaga o'z farzandini unutishga arziydi? Men seni juda ko'p izladim, ilgari meni olib boradigan vokzalga tez-tez qaytardim. Kun bo'yi kutardim, yuzingni yana ko'rishga umid qilib, lekin tun tushardi va men ko'z yosh bilan uyga qaytardim. Dada, sen hali ham tirikmisan biror joyda? Meni hali ham eslaysanmi? Dada, hozir qayerdasan? Nega bizni shuncha vaqt yolg'iz qoldirding? Hayot qiyinlashganda menga sen kerak eding. Mening o'g'lim, men sendan faxrlanaman deganingni eshitishni xohlardim. Dada, hozir qayerdasan? Bugun ham yuragimning bir qismi seni kutmoqda. Men ulg'aydim endi, lekin sening yo'qliging hanuz yuragimda yashaydi. Hayot meni juda erta ulg'aytirdi. Yiqildim, keyin o'zim turdim. Ba'zan tunlari shiftga qarab gapiraman. Yo, sen qayerdadir meni hali ham eshitayotgandek. Onam bizni tirik saqlash uchun kecha-yu kunduz ishlardi. Quyosh ostida, yomg'ir ostida. Dada, haqiqatni yashirmoqchi emasman. Sensiz juda ko'p azob chekdim. Har bir g'alabamda, har bir kurashimda faqat sen shu yerda bo'lishingni istardim. Agar boshqa davlatda bo'lsang, seni izlab boraman. Agar kasal bo'lsang, seni uyga olib kelaman. Xudo menga bu hayotda omon qolishga yordam berdi. Men faqat sening kichkina o'g'ling kim bo'lganini ko'rishingni xohlayman. Men seni hali ham sevaman dada, va menga hali ham keraksan dada. Agar bugun biror joyda mening ovozimni eshitayotgan bo'lsang, qayt. Sening kichkina o'g'ling hali ham seni kutmoqda. Hatto bugun erkak bo'lib ulg'aygan bo'lsa ham. Dada, hozir qayerdasan? Men Rabbim Iso Masihdan seni menga qaytarishini so'rashda davom etaman. Men seni sog'indim. Dada, bugun qayerdasan? Quyosh botayotgan payt eshik oldida uzoq kutardim. Oyoqlarimda hali ham tuflim bilan yana bir bor ovozingni eshitishga umid qilib, onam doim u qaytadi derdi. Lekin sen haqingda gapirganda uning ovozi ham titrardi. Yillar o'tdi va sening yo'qliging yuragimdagi jim og'riqqa aylandi. Boshqa bolalar otalarining bag'riga yugurardi, ular birga kulardi, qo'l ushlashib yurardi. Men ham odamlar oldida kulardim, lekin
ichimda sekin yig'lardim. Dada, sen mening ismimni unutdingmi? Sen bilan onam orasida nima bo'lganini bilishni ham xohlamayman. Lekin aytchi, qanday muammo otaga o'z farzandini unutishga arziydi? Men seni juda ko'p izladim. Ilgari meni olib boradigan vokzalga tez-tez qaytardim. Kun bo'yi ko'tardim yuzingni yana ko'rishga umid qilib. Lekin kun tushardi va men ko'z yosh bilan uyga qaytardim. Dada, sen hali ham tirikmisan biror joyda? Meni hali ham eslaysanmi? Dada, hozir qayerdasan? Nega bizni shuncha vaqt yolg'iz qoldirding? Hayot qiyinlashganda menga sen kerak eding. Mening o'g'lim, men sendan faxrlanaman deganingni eshitishni xohlardim. Dada, hozir qayerdasan? Bugun ham yuragimning bir qismi seni kutmoqda. Men ulg'aydim endi, lekin sening yo'qliging hanuz yuragimda yashaydi. Hayot meni juda erta ulg'aytirdi. Yiqildim, keyin o'zim turdim. Ba'zan tunlari shiftga qarab gapiraman. Go'yo sen qayerdadir meni hali ham eshitayotgandek. Onam bizni terik saqlash uchun kecha-yu kunduz ishlardi. Quyosh ostida, yomg'ir ostida. Dada, haqiqatni yashirmoqchi emasman. Sensiz juda ko'p azob chekdim. Har bir g'alabamda, har bir kurashimda faqat sen shu yerda bo'lishingni istardim. Agar boshqa davlatda bo'lsang, seni izlab boraman. Agar kasal bo'lsang, seni uyga olib kelaman. Xudo menga bu hayotda omon qolishga yordam berdi. Men faqat sening kichkina o'g'ling kim bo'lganini ko'rishingni xohlayman. Men seni hali ham sevaman dada, va menga hali ham keraksan. Dada, agar bugun biror joyda mening ovozimni eshitayotgan bo'lsang, qayt. Sening kichkina o'g'ling hali ham seni kutmoqda. Hatto bugun erkak bo'lib ulg'aygan bo'lsa ham. Dada, hozir qayerdasan? Men Rabbim so'rmasishdan seni menga qaytarishini so'rashda davom etaman. Men seni sog'indim. Dada, bugun qayerdasan? Quyosh botayotgan payt eshik oldida uzoq kutardim. Oyoqlarimda hali ham tuflim bilan yana bir bor ovozingni eshitishga umid qilib. Onam doim u qaytadi derdi. Lekin sen haqingda gapirganda uning ovozi ham titrardi. Yillar o'tdi va sening yo'qliging yuragimdagi jim og'riqqa aylandi. Boshqa bolalar otalarining bag'riga yugurardi. Ular birga kulardi, qo'l ushlashib yurardi. Men ham odamlar oldida kulardim, lekin ichimda sekin yig'lardim. Dada, sen mening ismimni unutdingmi? Sen bilan onam orasida nima bo'lganini bilishni ham xohlamayman. Lekin aytchi, qanday muammo otaga o'z farzandini unutishga arziydi? Men seni juda ko'p izladim. Ilgari meni olib boradigan vokzalga tez-tez qaytardim. Kun bo'yi kutardim
ko'rishga umid qilib, lekin tun tushardi va men ko'z yosh bilan uyga qaytardim. Dada, sen hali ham tirikmisan biror joyda? Meni hali ham eslaysanmi? Dada, hozir qayerdasan? Nega bizni shuncha vaqt yolg'iz qoldirding? Hayot qiyinlashganda menga sen kerak eding. Mening o'g'lim, men sendan faxrlanaman deganingni eshitishni xohlardim. Dada, hozir qayerdasan? Bugun ham yuragimning bir qismi seni kutmoqda. Men ulg'aydim endi, lekin sening yo'qliging hanuz yuragimda yashaydi. Hayot meni juda erta ulg'aytirdi. Yiqildim, keyin o'zim turdim. Ba'zan tunlari shiftga qarab gapiraman. Yo, sen qayerdadir, meni hali ham eshitayotgandek. Onam bizni tirik saqlash uchun kecha-yu kunduz ishlardi. Quyosh ostida, yomg'ir ostida. Dada, haqiqatni yashirmoqchi emasman. Sensiz juda ko'p azob chekdim. Har bir g'alabamda, har bir kurashimda faqat sen shu yerda bo'lishingni istardim. Agar boshqa davlatda bo'lsang, seni izlab boraman. Agar kasal bo'lsang, seni uyga olib kelaman. Xudo menga bu hayotda omon qolishga yordam berdi. Men faqat sening kichkina o'g'ling kim bo'lganini ko'rishingni xohlayman. Men seni hali ham sevaman dada, va menga hali ham keraksan dada. Agar bugun biror joyda mening ovozimni eshitayotgan bo'lsang, qayt. Sening kichkina o'g'ling hali ham seni kutmoqda. Hatto bugun erkak bo'lib ulg'aygan bo'lsa ham. Dada, hozir qayerdasan? Men Rabbim Iso Masihdan seni menga qaytarishini so'rashda davom etaman. Men seni sog'indim.